Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Shortchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodir Show. Barchangizni bitta narsadan ogohlantirib o'tmoqchiman. Video kamera oladigan, to'y tantanalarda video kameraga oladiganlar ichida bir nechta blogonlari ko'payib qolibdi hozirgi vaqtlarda. Ular nima ish qilishyapti? Hozirgi vaqtda videoga olgan ma'lumotlarni, ya'ni to'y tantanalarni faqatgina fleshkaga tashlab berishar ekan. Fleshkaga tashlab berishni yo'lga qo'yishibdi. Oldinlari diskga yozilardi. Diskdan fleshkaga, ham diskka ham fleshkaga yozib berishardi. Hozir ishini osonroq qilish maqsadida fleshkani o'ziga ko'chirib berishyapti ekan. Ogoh bo'ling. Fleshkaga, ya'ni USB fleshkaga, mana shu USB fleshkaga ishonch yo'q. Bu baribir kuyib ketadi. Bir necha yil ishlashi mumkin, kuyib ketadi bir necha yildan keyin. Bu kuyishi aniq, buni kuyishi. Shu sababli ularning gapiga ishonib o'tirmang. Agarda sizga ma'lumotni uzoq yil saqlanishini xohlasangiz, diskdan yaxshi narsa yo'q. Hozirgi moliyaviy nuqtai nazardan disk ham arzon, ham uzoq vaqt saqlash uchun juda yaxshi, qulay vosita hisoblanadi. Agarda imkoniyatingiz bo'lsa, moliyaviy nuqtai nazardan imkoniyatingiz yetsa, qattiq disk hard oling. Hard qimmat turadi, 1 million, 1,5 million hajmiga qarab har xil narxda bo'ladi hardlar. Ammo hozirgi vaqtda mana shu montajchilar, video olib yuradiganlar blogonlik qilib hozir shu narsani tashlab berishyapti. Flash kartaga o'tkazib beramiz faqat deb o'zlaricha stavka qo'yib olishgan o'zlariga. Qarang. Flashga bo'lmaydi. Flashkaga ishonib o'tirmang. Diskka yozib berishni talab qiling. Siz qarang, pul to'layapsizmi? To'y tantanangizda videoga olganligi uchun pul to'layapsizmi? Pulni beryapsizmi? Siz xohlagan narsani qildirishingiz kerak. Sizga qilib berishi kerak. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ular qilib berish kerak shu narsani sizga. Обязательно diskka o'tkazish kerak. Hozir bittasi bilan gaplashdim. Diskka o'tkazib bering desam, diskka o'tkazib bermaymiz. Disk urfdan qolgan deydi. Disk urfdan qolmaydi. U xotirani saqlash uchun urfda nima aloqasi bor? Hozir maqsad nima maqsad? Maqsad xotiraga uzoqroq vaqt ma'lumotni saqlash maqsad. Unda urfda nima aloqasi bor? Fleshka kuyib ketadi. Ya'ni fleshkadagi o'chib ketsa nima bo'ladi? Xavfsizlik nuqtai nazaridan nima bo'ladi desam, tiklab beramiz fleshkadagi o'chsa deydi. Fleshkadagi ma'lumot o'chib ketsa mayli, tiklab berar. Xo'p, mana shu ma'lumot tiklab beradi o'chib ketsa. Tiklashning imkoni bor o'chib ketsa. Ammo mana bu fleshka kuyib ketsa, tugi bilan kuyib ketsa, qanday tiklab beradi? Yo yo'qolib ketsa, mana shu fleshka yo'qolib ketsa, sinib, titilib ketsa, qanday tiklab berasan? Tiklab bera olasanmi? Tiklab bera olmaydi mana shular. Gapiga javob bera olmaydi. 1 yil, 2 yildan keyin agar shu fleshkangizga nimadir bo'lsa, boring oldiga, tiklab bera olmaydi, topib bera olmaydi sizdagi to'yni. Ma'lumotni topib to'plab bera olmaydi mana shu odamlar. Ularga farqi yo'q. Ular ishini tezroq bitirsa bo'ldi. Sizga ma'lumotni berib, tashlab bersaki, o'chirib tashlaydi, bo'ldi, o'ji bo'ldi. Ularning ishi bitdi. Endi ma'lumot saqlash kimning bo'ynida? Sizning bo'yningizda qoladi ma'lumot saqlash. Siz esa ma'lumotni sifatsiz fleshkaga, ya'ni fleshkaga ishonch yo'q. Mana shu fleshkaga saqlayman deb yursangiz, ma'lumotni chuvarani xom sanabsiz. Fleshka uzoq ishlamaydi. Buni ishlash muddati bor, o'zining muddati bor. Muddati o'tgandan keyin o'zi fleshkangiz brak bo'ladi, otib yuborasiz, musur bo'ladi, kuyib ketadi. Keyin qanday tiklaysiz to'yingizda? Tikla olmaysiz, ma'lumot tikla olmaysiz. Disk bo'lsa nima qilasiz? Diskdan fleshkaga tashlab olasiz kompyuter orqali. Diskavodlar tiqilib yotdi. Disk urfdan qolmaydi. Hozirgacha ba'zi bir serverlarda diskdan foydalanishadi. Chunki u arzon. Arzonligi uchun foydalanishadi diskdan. Bizga ham hozir nima kerak? Arzonroq narsa kerak. Arzon bo'lganligi uchun ham arzon, ham ma'lumotni uzoq vaqt saqlashimiz uchun disk kerak. Diskdan foydalanishimiz kerak biz hozir. Barcha ma'lumotni fleshkaga jamlab yursangiz, fleshkaga ishonch yo'q. Shuning ishonch yo'q fleshkaga.
Agar chini bilan moliyaviy nuqtai nazari, ya'ni moliyaviy tomondan zo'r bo'lsangiz, mayli, hard diskga olib qo'ying. Zo'r hard disk ham. Ma'lumot saqlashda hard disk zo'r. Qimmat ammo 1,5-2 million hajmiga qarab ola olasizmi? Undan ko'ra disk olib qo'ysangiz 5 ming 10 ming so'm disk turadi. 5 ming so'm ham turmaydi disk. Ikkita diskka joylasa bo'ladi, formatini kamaytirib. Kачество ham turadi, kачество ham yo'qolmaydi. Unchalik ko'p. Chunki qancha to'ylar turibdi, diskda kачествоsi yaxshi, zo'r holatda. Nimaga kerak bizga 8K video? Nima kerak? Yaxshi bo'lsa, ko'rinsa bo'ldi bizga, sizga. Shuning uchun unaqa bilag'onlarning gapiga ishonib o'tirmang. Talab qiling. Video oldimi, to'yingizda videoga tushirdimi, diskka ham yozib berasan deng. Disk holatiga menga kerak deng. Disk holatida saqlayman deng. Tayyorlab berding. Majburiyating deng. Pulni beryapsizmi? Qancha pul beryapsiz? Qancha pul oladi? Taxmin qilyapsizmi? Juda ko'p pul oladi mana shu video oladiganlar. Shunga yarasha xavfsizlik nuqtai nazaridan ham olgan ma'lumotni qo'yib bersin. Qo'yib bera olmaydi. Shu narsani ham joyiga qo'yib bera olmaydi ular. Tushunmaydi yaqinda. Даже xavfsizlik nimaligini tushunmaydi ular. Ba'zilari. Shuning uchun ma'lumot saqlamoqchi bo'lsangiz, diskda yaxshi narsa yo'q. Disk qo'ying ma'lumotlarda, to'ylarda, to'y tantanalaringiz bormi? Nimangiz bo'lsa, fleshkada bo'lsa diskka o'tkazib qo'ying. Обязательно o'tkazib qo'ying. Mana shunda menga rahmat aytasiz vaqti kelib. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.